Dunyoda chiroyli gullovchi o'simliklar juda ko'p, ammo ularning ko'pchiligi juda qisqa vaqt davomida gullab turadi. Orxideya guli esa o'zida ikki fazilatni jamlagan. Birinchisi, gullagan orxideya juda go'zal, ikkinchisi, gullari deyarli 3 oy davomida ko'zni quvontirib turadi. Keling, orxideya gulini eng keng tarqalgan mashhur turi Phalaenopsis haqida gaplashaylik. Ko'pchilik gulsevarlar orxideyalarni parvarishini qiyin deya baholaydilar. Ammo ularni aynan Phalaenopsis turini parvarishlash aytarli qiyin emas, hamda go'zal va ko'p saqlanuvchi gullari bilan xursand qiladi. Phalaenopsis o'z nomini qiziq bir voqeadan olgan. Bir paytlar bir botanik odam shom qorong'usida Malay orollaridagi junglini o'z binokli orqali kuzatar ekan, daraxt shoxlaridagi orxideyalarni oq tungi kapalaklar deb o'ylagan. Keyin esa ular gul ekani ma'lum bo'lgan. Shu o'xshashlik sababli nom ham shu tarzda qolgan. Phalania tungi kapalak, Opsis o'xshashlik. Phalaenopsis gul poyasi 60-70 cm balandlikgacha yetishi mumkin. Balandligi 20-25 cm dan oshmaydigan mini Phalaenopsislar ham mavjud. Gullarining rang-barangligi bilan ham quvontiradi. Ayrim navlari hidli bo'ladi. Kimdir vanil hidini sezsa, boshqalar tamaki hidini eslatishi mumkin. Lekin bu muammo emas, chunki gullarning go'zalligi shunchalik maftunkorki, hid u qadar muhim bo'lmay qoladi. Phalaenopsisni muvaffaqiyatli yetishtirishning 50% to'g'ri joyni tanlashda. Ideal variantlar sharq va g'arbiy oyna oldiga joylash. Janubiy tomonga faqat qishda joylash mumkin. Yozda barglarini kuyishdan saqlash kerak. Gul uchun kunduzgi yorug'lik vaqti 12-16 soat normal hisoblanadi. Har oyda 2 marta o'simlikni yorug'likka qarab 180 gradus aylantirib turish poyalarini chiroyli tekis shakllantiradi. Ammo gullash vaqtida uni qo'zg'otmagan yaxshi. Phalaenopsis epifit o'simlik, ya'ni u ochiq ildiz tizimiga ega. Uni asosiy qismi substratda joylashgan. Ayrim ildizchalari esa ochiq havoda bo'ladi. Orxideyani ildizlari va barglari havodan namlikni so'rib olish qobiliyatiga ega. Gul ildizlarida suvni to'playdi va zarurat bo'lganda uni sarflaydi. Ildizlardagi suyuqlik valamen degan maxsus qatlamda to'planadi. Shu sababli o'simlik o'rtacha qurg'oqchilikka chidamli bo'ladi. Ildizlardagi namlik uzoq vaqt sarflanmasa, bu ildiz tizimini chirishiga olib kelishi mumkin. Orxideya uchun tuproq sifatida daraxt po'stlog'i, mox sphagnum va kokos chipslari mos keladi. Siz bu komponentlarni aralashtirib yoki tayyor to'plamdan olishingiz mumkin. Po'stloqni alohida tuproq sifatida ham foydalanish mumkin. U namlikni yaxshi ushlab turadi. Shuningdek, sizga drenaj kerak bo'ladi. Keramzit yoki penoplast. Phalaenopsisni to'g'ri sug'orish orxideyani sog'lom bo'lishi, uzoq yashashi va muntazam gullashida muhim omildir. Bu nav unchalik nozik hisoblanmaydi. Shuning uchun noqulay sharoitlarga ham ancha chidamli. Sug'orish vaqtini bir nechta usul orqali aniqlash mumkin. Asosan ildizlar rangiga qarab aniqlanadi. Suv ichgan nam ildizlar yorqin yashil rangda bo'ladi. Chanqagan, suvsiz qolgan ildizlar kul rang, kumushsimon rangda bo'ladi. Shaffof gultuvaklarda buni aniqlash qiyin emas. Qolgan usullar gultuvak og'irligiga qarab, cho'p tiqib ko'rish, qo'l suqib ko'rish orqali ham aniqlash mumkin. Sug'orishning bir necha usuli mavjud. Cho'ktirib sug'orish, usti tomondan sug'orish, yomg'irlatib sug'orish, ildiz orqali sug'orish. Cho'ktirib sug'orish usuli. Bu Phalaenopsis uchun eng maqbul variant hisoblanadi. Katta idish olinadi. Uni o'lchami bir vaqtni o'zida nechta o'simlik sug'orilishiga bog'liq. Agar bitta orxideya bo'lsa, idish gultuvakdan kattaroq bo'lishi kerak. Agar bir nechta o'simlik bo'lsa, tog'ora olish mumkin. Orxideyalar idishga joylashtiriladi va idishga suv quyiladi, toki gultuvaklar to'liq suv ostida qolguncha. Shundan so'ng 20 daqiqa kutiladi, po'stloq bo'laklari va ildizlar to'liq namlanguncha. Muolajadan so'ng gultuvaklardan ortiqcha suv oqizib tashlanadi. Yuqoridan sug'orish. Eng keng tarqalgan sug'orish usuli leyka yordamida.
Substrakt tarkibida ko'p miqdorda po'stloq bo'lgani va suyuqlik to'liq singib ketolmagani sababli bu usulni ideal deb bo'lmaydi. Leyka yordamida past bosim bilan sug'oriladi. Suv gultuvak tagidagi teshiklardan oqib chiqquncha quyiladi. Keyin ortiqcha namlik to'kib tashlanadi. Zarurat bo'lsa, sug'orish yana qaytariladi. Yomg'irlatib sug'orish. Phalaenopsis namlikni faqat ildizlari orqali emas, balki barglari orqali ham havodan so'rib oladi. Qish faslida xona havosi quruq bo'lganda yomg'irlatib sug'orishni muntazam o'tkazish tavsiya etiladi. Buning uchun 40 darajagacha bo'lgan iliq suv ishlatiladi. Bu muolaja issiq dush deb ham ataladi. Yomg'irlatib sug'orishdan tashqari barglardagi changni tozalaydi va gullashni rag'batlantiradi. Orxideyalar bunday sug'orishni juda yaxshi ko'radi, hatto ular uchun foydali. Muhim shartlardan suv tomchilarini salfetka bilan artib tashlash kerak bo'ladi. O'g'itlash uchun maxsus orxideya uchun mo'ljallangan o'g'itlardan foydalaniladi. Sug'orish suvga qo'shib yuboriladi. Lekin o'g'itlashda ildiz va substrakt nam bo'lishi kerak, ildizga zarar bo'lmasligi uchun. Bunda o'simlik oldin odatdagidek sug'oriladi. Ertasi kuni yoki bir necha soatdan so'ng o'g'itli suv beriladi. O'g'itlash jarayoni o'sish va gullash davrida, bahor, yozda, kuzda ham beriladi. Har 2-3 haftada bir marta. Doza miqdorini yozilgandan 2-3 barobar kamaytirib bergan ma'qul. Kasal, yangi o'tkazilgan yozni issiq kunlarida o'g'itlanmaydi. Ko'chirib o'tkazish har 2-3 yilda bir marta gulla bo'lgach o'tkaziladi. Bunda tuvakdagi qobiq, ya'ni substrakt eskirsa, ildizlar o'sib ko'payib ketsa o'tkazish mumkin. Ko'chirib o'tkazish uchun shaffof idish tanlanadi. Tegi teshik bo'lishi kerak. O'tkazishdan 1-2 kun oldin orxideya sug'orib olinadi. Ildizlari tetik bo'lib turishi uchun. Ehtiyotlik bilan ildizlar idishdan olinadi. Eski substrakt olib tashlanadi. Ildizlar ko'zdan kechiriladi. Qurigan, chirigan ildizlar olib tashlanib, qirqilgan joyga maydalangan ko'mir surtiladi. Ko'chirib o'tkaziladigan tuvak sal kattaroq bo'lib, tagida drenaj solinadi. O'simlik tuvakni o'rtasiga joylashtiriladi. Yangi qobiq solinadi. Barg o'sadigan joy o'rta qismi pastda qolmasligi, substraktdan yuqorida qolishi muhim, bo'lmasa chiriy boshlaydi. Ko'chirib o'tkazilgach 3-5 kungacha sug'orilmaydi. Soya, yelvizaksiz joyga qo'yiladi. Gulparvarlarning ayrim xatolari jiddiy oqibatlarga olib keladi. O'simlik kasallanishiga olib keladigan eng keng tarqalgan sabablarni bilish kerak. Ular quyidagilar: suvni barg oralariga kirib qolishi. Bu ildiz bo'ynini chirishiga olib keladi. Dushdan so'ng barglardagi barg markazi, barg oralarida suv qolishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Suv tomchilarini artib olish muhim. Sifatsiz suv. Orxideyani qattiq vodoprovod suv bilan sug'orilmaydi. Sug'orish uchun yumshoq, 1-2 kun turib tindirilgan yoki filtr suvi ishlatiladi. Yomg'ir suvi, qaynatilgan suv ham bo'ladi. Suv harorati xona haroratidek +20-25 yoki yanada iliqroq bo'lishi kerak. Suv tarkibida mineral tuz kamroq bo'lgan suv ideal hisoblanadi. Sug'orish usulini to'g'ri tanlash. Cho'ktirib sug'orish usulidan o'simlik kasalliklar bilan zararlanmagan bo'lsagina foydalaning. Juda yaqin masofadan suv purkash. O'simlikni 20 cm dan yaqin masofadan suv purkamang. Suv sekin bug'lanib o'simlikka zarar beradi. Past sifatli suv. Agar doimiy ravishda yomon sifatli suv ishlatilsa, barglar tezda sarg'ayib ketadi. Ildiz tizimi esa nobud bo'ladi.